qish qayerdandir uchib keldi. Sal oldinroq balki pas berganda Eldorning o'zini ochilishga imkoniyati bo'lardi. Boshqacharoq yo'lni tanlab shekilli. Qarasa katta hudud oldinda ketyapti. Endi o'tib bo'lgandan keyin qarorlarni tahlil qilish biroz noto'g'ri o'zi. Ronalduga nisbatan qoida buzarlik bo'lmadi. Jarohat olib yotibdimi? Outga deb yuboryapti Abduqodir Husanov to'pni. O'zi kelib urildi. Rustam Ashurmatov bolaligida Ronaldo bilan suratga tushgan edi. Doston hamda ham unda ishtirok etgan edi. Hozir videoga tushdi. Kelasi. Ermatov. Behruzjon Karimov. Mendes zonasini yopdi. Ikkinchi taymda Kolumbiyaga qarshi uchrashuvda kanallar o'zgarishlar qilgandan keyin o'yin ham butunlay o'zgarib ketgan edi. Va bunga imkoniyatimiz hali bor. Abdullayev, Karimov. Pressing, Odilxon mana bu yerda yaxshi ishladi pressing. Abdullayev anotga out. Yigitlar to'pni yaxshi olib yurishdi. Ya'ni birdaniga pas bo'lmayapti. Shomurodov Eldor ikkinchi qavatda kurashish kerak. yaxshi Fayzullayev markaz orqali Abbos yaxshi o'ynadi. Shukurov o'girilib oldi Abbosga. Bo'ldi katta bo'shliq. Ronaldo narigi tomonda ochilyapti. Brunodan pas. Abbos chiqdi, oxirigacha borish kerak edi chamamda. Ronaldo ikkinchi gol qo'yyapti bizning darvozamizga. Ronaldo bizni kutgan ekan. Kelib shu kunga to'g'ri kelyapti Krishtianuning otilishi.